Hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor, test uchun to'lovni invoice ga to'lov tizimlari orqali to'lash. Endilikda o'qish uchun to'lovni ham invoice ga to'lash. Bunda bajargan to'lovingiz haqida tizimga kvitansiya yuklash shart emas. Invoice ga qilgan to'lov bazada avtomatik ravishda ko'rinadi. To'lov qilish uchun Click yoki PayMe dan foydalanishingiz mumkin. Invoice ga hisob raqamdan ham to'lov o'tkazish mumkin. Videoda ko'rib turibmizki, tizimga telefon raqam orqali kirmoqdamiz. Murojaat tugmasini bosib, ma'lumotlarni to'ldiramiz. Yuborish tugmasini bosamiz, ana murojaatimiz yuborildi. Hozircha murojaat yangi holatda turibdi. Institut xodimlari murojaatni ko'rib chiqib, shartnoma yuborishadi. Tizimga 24 soatdan keyin kirsangiz, murojaatingiz ko'rib chiqilgan bo'ladi. Ko'rib turibmizki, murojaat holati shartnoma jo'natilganga o'zgargan. Endi ommaviy oferta tugmasini bosish kerak. Ofertani o'qib chiqib, qabul qilish tugmasini bosish kerak bo'ladi. Shartnoma chiqadi. Shartnomani o'qib chiqib esa qabul qilish tugmasini bosishni o'zi kifoya. Telefoningizga SMS kod keladi. Kodni kiritib, shartnomani tasdiqlagan bo'lasiz. Shartnomani ochib tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turibmizki, tinglovchi tomonidan shartnoma tasdiqlandi. Endi to'lov qilish tugmasini bossak, Click va PayMe ning QR kodlari ko'rinadi. Shu QR kodlarni birini skaner qilib to'lov qilish mumkin. To'lov qilishda o'zingizni invoisingizni kiritasiz. Videoda to'lov PayMe orqali bajarilmoqda. PayMe da pastki summa joyida magnitga bossangiz, to'lashingiz kerak bo'lgan summa avtomatik ravishda to'ldiriladi. Детали платежа, ya'ni to'lov tafsilotlari. Детали платежani bosib, o'zingiz to'layotganingizni tekshirib olishingiz mumkin. Davom etish tugmasini bosganingizda to'lov amalga oshiriladi va kvitansiya ko'rinadi. Keyin tizimga kirsangiz, murojaatingiz to'lov tasdiqlandi holatiga o'tgan bo'ladi. Institut xodimlari o'zlari sizga aloqaga chiqib, o'qishga chaqiradilar.